Demak, milliy sertifikatda tushgan savollar tahlilini boshlaymiz. Bugun 105-si emas, 106-si. Xo'p, bizga mana shu misol berilyapti. Xo'p, biz shundan boshlang'ich olishimiz kerak. Nima qilamiz? Biz bunda qarasak juda ham bir murakkab funksiyaga o'xshaydi, lekin buni biz soddalashtirib yozib olsak bo'ladi. Ya'ni qaysi ko'rinishda buni yozib olishim mumkin soddalashtirib? Xo'p, buni yozishim mumkin. 2 ko'paygan 3 ta x kvadrat taqsim 4 minusdan x kubning qavsda kvadrati dx. Xo'p, demak, bu yerda nima qilamiz? Mana bu yerda 3x kvadratni d ni ichiga olib kirib ketadigan bo'lsa nima bo'ladi? Bu kirishida boshlang'ich bo'lib kiradi. Va shunda bu integral 2 taqsim 4 minus x kubning qavsda kvadrati bu d ni ichiga kiradigan bo'lsa, xo'p, boshlang'ich bo'lib kirsa x kub bo'lib qoladi. Xo'p, shu yerda minus hosil qilish uchun nima qilaman? Buni oldin minus bo'lyapti. Bu yerga ham minus qo'yaman, bu yerga ham bitta minus qo'yib qo'yaman. Hech qanday farq qilmaydi. Demak, buni t deb belgilab oladigan bo'lsa nima bo'ladi? Bu minus 2 taqsim buni. Xo'p, bu yerdan chiqishida hosila bo'lib chiqqanligi uchun bu yerga plus 4 qo'ysam hech narsa o'zgarmaydi. Demak, buni t deb belgilasam, maxraj shu turishda t bo'lib qoladi. Ya'ni bu yerdan t ning qavsda kvadrati dt. Bu esa nima degani? T ga nisbatan boshlang'ich ol degani. Ya'ni bu yerdan xo'p, buni daraja shaklida yozib olsak, minus 2 ko'paygan t ning minus 2-chisi dt. Bundan boshlang'ich olsa qanday hosil ro'y beradi? Bundan mana minus 2 turadi. Darajasiga 1 deb qo'shaman, chunki t ga nisbatan olyapman. T ni minus 1-chisi taqsim minus 1. Bu yerda minus 1 lar plyusga aylanib ketdi va minus darajani tasdiq qilsa 2 taqsim t bo'lib qoladi. Endi t ni o'rniga mana buni belgilash kiritganimni qo'yib qo'yaman. Shunda 2 taqsim buni o'rniga yozishim mumkin. 4 minus x kub plus s ko'rinishda bo'lgan ekan bizning javobimiz. Chegara berilgan, chegarani qo'yib hisoblab qo'ysak bo'ladi.